Bratga hiç o'ylab ko'rganmisizlar? Yer sayyorasiga oy urilib ketsa, nimalar ro'y bergan bo'lar edi? Hozir shuni birgalikda ko'ramiz. O'ng tarafga temperaturasini, yer sredniy temperaturasini qo'yib qo'yganman. Hozir oy urilmasdan oldingi holati. Chap tarafda bo'lsa qancha vaqt o'titgani. Всё, birgalikda go guys, ko'ramiz hozir. Bular narsa hammaga qiziq bo'lsa kerak. Go. Uyvoramiz, mana o'sha sekin oy urilyapti yerga. Urildi ham, mana nimalar ro'y berishini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Полностью взрыв. Oy parchalanib ketgan, yer полностью mana adashmasam oq bug'lanib ketdi menimcha, hamma suv. Hozir mana yonib turgan narsalar polni gaz bo'lsa kerak. Gazlarni yo'qotib qo'yib ko'ramiz hozir. Polni gazlarni yo'qotib qo'ysa bizga yaxshiroq ko'rinish vid bergan bo'lar edi. Endi polностью suvlar bug'lanib ketdi, yer sayyorasida bug'lanib olib tashlasak ham bo'ladi hozir. Mana bug'lanib olib tashlab ko'radigan bo'lsa, hozir mana shunaqa vidga kelgan bo'lar edi. Qancha vaqtda? 1,5 soat ichida. 1,5 soat ichida. Hali mana atmosferadagi mana oyni parchalari hali yana tushish kerak yerga, tortish kuchidan adashmasam. Da, hammasi tushadi. Endi qarab turinglar bratlar, 1,5-2 soat ichida xuddi mana shunaqa voqealar yuz bergan bo'lar ekan. Endi tezlashtirib ko'ramiz. Bug'larni qaytaramiz. Polni yer sayyorasidagi suvlar bug'lanib ketgan. Hozir endi 1-2 yil o'tkazib ko'ramiz. Vaqtga chap taraf pastda qarashingiz mumkin qancha vaqt o'tganini. Men vaqt tezlashtiraman hozir. Примерно 1 yilcha o'tkazaylik guys. Примерно 1 yilcha o'tkazaylik, уже tezlashtiramiz. 2 oy o'tdi. Всё. 1,5 yildan keyin nima ko'rinishga kelgan bo'lar edi? Hamma oy parchalari yerga tushib bo'lib, mana shunaqa ko'rinishga kelgan bo'lar ekan. I plus hozir bug'lanib olib tashlaydigan bo'lsak, mana suvni ozgina qanchadir darajasi qaytgan yerga bug'lanib yomg'ir bo'lib tushib bo'lgan, qanchadir darajasi hali ham atmosferada. Bunday yoqib ko'rsam, mana polni atmosferada suv mana shu adashmasam. Endi yana vaqtni tezlashtirib ko'ramiz. Bir 5-10 yil o'tkazib o'raylik. Nima ro'y bergan bo'lar edi? Temperaturaga ham qarab ketinglar bratlar, qanaqa o'zgarishlarini. 3 yil o'tdi hozir bratlar. Уже почти suv полностью qaytib bo'ldi. Ne, hali полностью qaytib bo'lmabdi. Hali yana suv bor, yomg'irlar bo'lib tushadi, hali yana suv. Yer bo'lsa уже ancha sovib ketdi adashmasam, oldingidan ko'ra. Da, уже sovib mana muzlab ham bo'ldi. Hozir 8 yil o'tgandan keyin mana xuddi mana shunaqa vidga kelgan bo'lar ekan. O'sha yerda yashash imkonsiz adashmasam, unda shundoq ham yashab bo'lmasdi. Просто endi bu simulyator nima bo'lishini ko'rish uchun, qiziqligi uchun bu narsa bratlar. Hammaga qiziq deb o'ylayman, bratlar, chunki menga bu narsa juda qiziq. Bratlar, mana yer sayyorasi oxiri -98 ga yaqinlashib boryapti. Yana o'tkazib o'ramiz tam примерно qanchadir vaqt. Всё, 30 yildan keyin mana qanaqa ko'rinishga kelgan bo'lar ekan. Vaqt o'zi sekinlashtiramiz. Va hech vaqt o'tmaydigan qilib qo'ysak ham, mana bratlar. I plus bratlar, yana shunaqa videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, bittadan like bosib ketish esdan chiqmasin.